Uyingizda oldida kattagina park bo'lsa, stadion, poliyalar bo'lsa, mazzami. Bizda xuddi shunday obyekt Ashxobod parkining oldida joylashgan shunday yonma-yon holda ham ko'rsataman. Videomizni oxirigacha ko'ring. Ozgina vaqtingizni ayamasdan like bosib, qizartirib tashlaydi. Maksimal shunaqangi chiroyli fayzli xonadon parkning oldidan qarab o'tgan yaqinlar bo'lsa, tarqatib qo'yinglar. Biz obzor qilib ko'rsatamiz. To'rxona xonadon. Kirishimiz mana shu yerdan boshlanadi. Ko'rasizlar, kafelarimiz ham polni Xitoyning eng oldi kafellardan ishlatilgan. Mana bu shkaflarimiz ham hammasi krashni qilingan, bilasizlar. Mablar ham hammasi blum qilingan. Yopirishlarni ko'ryapsizlar, juda ham zo'r, stroyni qilingan. Patologimiz ham baland. 144 kvadrat to'rxona, ikkita sanuzildan iborat. Skvoznoy planirovkasi juda ham zo'r. Uyotganda planirovkaga ham yaxshi ahamiyat berish kerak azizlar. Buni uyimizning plus parkovkasi bor, подземный parkovka kadastr uy ham ichida. Texnikalarimizni ko'ryapsizlar, hamma narsa yangi bo'ldi, hech narsa ishlatilmagan. Firmalari ham juda ham zo'r firmalardan qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Bu oshxona polnisti tosh, bu yerda posuda moykamiz bor. Mana bularni yo'qsa qo'ychoy bo'lib turadi. Vichkalarimiz ham zo'rlari qo'yilgan izlar. Bu yerda esa balkonimiz bor. Balkonga stolcha qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Закрытый двор, ikkita podyezdli, g'ishli dom, lokatsiya zo'r. Bu yerda 4 tali o'tiradigan zona, turetskiy qo'yilgan. Buni 6 tali qo'ysangiz ham bo'ladi. Hamma xonada konditsionerlar bor, havoni tozalab turadigan narsalargacha qo'yib qo'yilgan. Bu yerda esa общий sanuzilimizda joylashgan. Sanuzilni bitta kelib ko'rishingiz mumkin. Juda ham prostorni, keng qilingan, kafellar, santexnik narsalari hammasi juda ham sifatli narsa ishlatilgan. Uyimiz hamma yoq cho'pli pollar qilingan. Kartinkalar bor. Bu yoqda esa master spalnimizda joylashgan. Spalnini ham ko'ryapsizlar. Karvatlar ham juda ham chiroyli. Hamma joyda konditsioner media qo'yilgan. Lustraga ham ahamiyat berib o'ting, yaxshi narsa qo'yilgan. Spalnimiz o'zida garderob xonasi qilingan va mana bularga ahamiyat bersangiz, ko'p joylarda shunga ahamiyat berishadi. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Bu mehmonlar uchun qilsangiz ham juda ham qo'l keladi. Planirovkani qarang, chiroyligini hozir zalni ko'rib bitta like bosib qo'yasiz, hammaga yoqadi. Bu esa ikkinchi garderob, общий garderobimiz. Bu xonadonda ikkita garderob, 4 ta xona, ikkita sanuzil bor. Keling, zalni oxirida ko'rsataman, maylimi? Kelinglar, diskini bitta ko'rib oringlar. Mana bu tarkibga ham qarasangiz, qimmat qo'yilgan bu yerda. Bu yerda krashinni shkaflarimiz, bu yerda bittalik karavat. Agar farzandingiz ko'p bo'lsa, bemalol 2-3 ta qo'ysangiz ham bo'ladi, azizlar. Kelinglar, ko'chani boshqa joydan ko'rsatib beraman. Eshiklarimiz ham hammasi Akbar Rich eshiklari, bilasiz, qimmat turadi bu ham. Bu esa shu kattalar spalnisi o'zida sanuzili bor. Ko'rishingiz mumkin, sanuzilimizda ham oynasi ham bor azizlar. Ko'p joyda oyna ham bo'lmaydi. Planirovka juda ham chiroyli bo'lganligi uchun hamma narsa aktiv qilingan. Bu spalnimizning ko'rinish holati. Bu yerda krashni mebellar qilingan, bu yerda lustra, konditsioner, bitta o'zingizga mos televizor qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Bu yerda ayollaringizga kerakli bo'lgan oynali zona va bu yerda dekorni joyimiz bor. Kitoblar yaxshi ko'radiganlar kitob joylab qo'ysangiz ham juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, endi mazza qilib hamma sevadigan, ayollarimiz sevadigan zal. Zalni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Bitta 10 metrga yaqin zalimiz bor. Bu joyimizga 10 talik stol ham qo'ysangiz bo'ladi, yarimga mehki qo'yib o'tsangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu xonadonimizda men lustraga ahamiyat berib o'tay. Men bular hammasi xrustal azizlar. Uyimizda srochni sotilyapti. 144 kvadrat, ikkita sanuzil, ikkita garderob, разделный skvoznoy xonadon, etaji 5, g'ishli dom, suv, gaz, svetdan вообще muammo yo'q. Ashxobod park shunday orientirimiz bo'ladi. Shunday yonida, zboku yonida joylashgan bu xonadon sotuvda. Narxiga keladigan bo'lsak 330 ming so'ralyapti. Yana pulingiz naqd bo'lsa, zo'r narx qilib kelishtirib berib yuboramiz. Shoshilamiz, xonadonimizni maksimal tarqatib tashinglar. Kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa, siz sababchi bo'lib qolishingiz mumkin bo'ladi. Hammalarni yaxshi ko'raman. Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram stranичкамizda Telegram kanalimiz bor azizlar. Hammalarni yaxshi ko'raman. Kelayotgan yangi yil hammaga fayz va baraka olib kelsam. Ko'rishganda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'linglar.